Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar do'stlar, zo'rmisizlar, tiyimsizlar, ishlaring yaxshi bo'lyaptimi? Nima demoqchiman? Boy bo'lishning 3 ta oltin qoidasi bor. Bu birinchisi pul topish. Har qanday ish qilganimizga biz pul topamiz. Bu muammo bo'lmaydi. Ana endi ikkinchi qoida bu o'sha topgan pulimizni yig'ish. Bizga buni ham oilamizga o'rgatilgan bo'ladi. Ota-onamiz o'rgatadi. Bolam, pulni topdingmi, yig'aver. Mashina olasan, uy qurasan, to'y qilasan deydi. Biz o'shanga yig'amizda yo mashina olamiz, yo to'y qilamiz, yo nimadir qilamiz, shu pullarni yo'qotamiz. Ana endi 3-chi oltin qoida aslida o'sha topgan pullarni yig'gandan keyin ko'paytirish bo'ladi. Biz ko'paytirishimiz kerak. Qanday ko'paytiramiz? Misol 100 ming topdikmi? O'shani ko'paytiramiz, 200 ming qilamiz, 500 ming qilamiz, 1 million qilamiz. Xulosa ko'paytiraveramiz. Ana endi o'sha ko'paytirgan pulimizni biz qanday ushlashimiz kerak? Bu qanday ko'paytirishimiz kerak, ya'ni to'g'ri. Buni faqat biznes bilimlari orqali biz ko'paytiramiz va ushlaymiz. To'g'ri boshqaramiz pulimizni. Agar biz to'g'ri boshqarmasak, bu topgan pullarimiz qachondir yana yo'qolib ketadi. Bu biznes bilimlarini qayerdan olamiz degan savolda, mana misol uchun ustozimiz Ilhom Begimqulovdan olishimiz mumkin. Ustoz Ilhom Begimqulov bizneslarni tizimlashtirish, biznesni boshqarish to'g'ri shularni o'rgatadilar. 6 ta bo'limni o'rgatadilar. Misol uchun marketingni, sotuvni, ishlab chiqarishni, xizmat ko'rsatishni, ITni, HRni, moliyani. Har bitta bo'limga chuqur kirib, tochni qanday qilishligini ko'rsatib beradilar. Sizlar ham shu yerga o'qisalaring juda zo'r bo'ladi. Bizneslaringni tizim orqali boshqarishni o'rganasizlar. Sog' bo'linglar do'stlarim, salomat bo'linglar. Sizlar qaysi fikrdasizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sizlarning fikrlaring biz uchun juda muhim. Sog' bo'linglar.